momomdan qolgan meros, betakroru bebaho. Alloh suygan millatga yaratgandan zo'r ato. Xonni hayratga solgan, dunyo lol qolgan mato. Qonatlasim yarashar millatim qizlariga. Milliy libos mening iftixorim, unda yashar buyuk diyorim. Atlaslarim tovlanar nurdek, qalbim to'lar baxtga sururdek. Do'ppining tarixi va paydo bo'lishi. Do'ppi yuzlab yillar davomida o'z shaklini saqlab kelgan bosh kiyimlardan biridir. Do'ppi dastlab quyoshdan, shamoldan va sovuqdan himoya qilish maqsadida ishlatilgan bo'lsa, keyinchalik u xalq kiyinish madaniyatining ajralgan bir qismi sifatida shakllangan. Do'ppining turlari va shakllari. Ular tayyorlangan hududga qarab o'ziga xos uslub va naqshlar mavjud. Chust do'ppi, Farg'ona do'ppi, Samarqand, Buxoro an'analari va boy tarixini aks ettiradi. Milliy libosi qadimiy an'analarimizni o'ziga mujassam etgan nafis va qulay kiyimlardan biridir. U asosan tabiiy matolardan tikilib, turli rang va naqshlar bilan bezatiladi. Libosning o'ziga xosligi shundaki, unda milliylik va bevosita xalqona ruh mujassamdir. Milliy libos millat ko'rki. Liboslar har bir xalq tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lib, u milliy o'ziga xoslikni aks ettirib turish etnik belgilar bilan ham barcha mamlakatlardan ajralib turadi.